Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli ot shaydolari, biz Abakan ayg'ir kanalımızga xush kelibsizlar. Biz bugun 4 raqamli uyimizni oldiga keldik. Hozir Abduvali haydab kelyapti. Sababi 4 yilda mana qo'yganimizdan beri bir qator kanaga qarshi qo'lladik. Kleshga qarshi kelgan dorilarni berib ichirdik. Endi undan beri yana qo'yib yuborganmiz. Kechasi kunduzi bu elektropas suyuladi. Yemini kunda bolalar 2 mahal berib turadi ayg'ir jonivorga. Va biyalarimiz tug'yapti. Endi bu haydab kelib bo'lak qilgani bezovta qiladigan mahal emas. Sababi hozir juda ham qullar tushayotgan mahal. Allohning fazli bilan juda ham barokatli, biz kutgandan ham ko'ra chiroyli, juda ham bir samarali ham nima deyiladigan bir porядок bilan, etap deydi, tartib bilan juda ham bir chiroyli ketyapti ishlarimiz. Hozir Abduvali telefon qilib jumadan chiqsam aytib qoldiki, hoji aka 4 yilda qo'ltig'ini ishib qolibdi deb nima bo'ldi. Men aytdim, u hech narsa emas. U o'sha biyalarga yirg'iganda o'sha qo'liga haligi bizni qo'limizda ham forsin bo'lib qolgan, shunaqa bo'lib qolgan, mazor bo'lib. Uni endi hozir ukollarni olib keldim. Bir qator ukollar dedim. Ashirlarga ochib pashalar chiqishni boshladi. Sassiq doridan sevib qo'ysak, aerozoldan. Qurtlamaydi, bo'rak olmaydi jonivor. Bir sababini qilib qo'yamiz. Sababi Allohdan. Shu bahonada endi bularni hozir haydab kelib, zagonga olib kelib, yana ham bir yaqindan tanishamiz, ko'ringlar. Men o'ylayman, video obzorimiz yana ham bir chiroyli bo'ladi, suhbatimiz chiroyli bo'ladi. Tobora biz aka-ukalarimiz yaqindan bizdan ham yaxshi tanishni boshladi biyalarimiz. Hoji aka, mana biya qanday? Mana uni quluni qanday? Mana ayg'iringiz qanday? Mana biya qanday? Mana urg'och qanday? Mana toy qanday deb tursa, biz yana ham shu javoblari bir qilayotgan ishimizga yana ham bir mehrimiz oshib ketyapti. Rahmat aytamiz, duoda bo'linglar va bizlarni kuzatinglar. Mashalloh. Mana jonivorlar. Oldida kristal kelyapti. Boymurodga berdik buni toyini. Jonivorlar biladi, qayerga kimni nimani haydayotganingizni, qayoqqa aytayotganingizni, dasvidaniya ketyapti. Mashalloh. Mustang, mana 23-biya Mustang. Bu 23-biyamiz ham urg'ochi tug'di. Buni ukamizga sotdik ukamizga. Mashalloh. Hozir yaqinida sigan biyamiz, bu yoqqa yaqinlari bu. Doim o'ynashadi, mana sigan biya borib. Mana shu ajoyibdi u. Erkak. Mana o'ris biyamiz. Biyim Karolda torg'izi yorilgan-ku. Bu Karoldan tushdi. Birodarlar, akalar, mana hozir tug'di bu jonivor. Mashalloh debsizlar. Mana bugun erta bilan tug'di. Bu Karolga o'tgan yil qo'yganmiz buni ushlab o'ris bilan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kirishdi. Otlar hozir bir qator dam olgandan keyin 4 yil olib kirib ukollar qo'yib, ishgan yerga. Bu mana Karolning qizi. O'ris biyamiz o'tgan yili baron yurganda shu Allohning qadari ekanda. Shu toy ikkovini olib kelib qamab qo'yib, buni toyini bitta biya tepib o'tdi. Bir ikki ajratib uyda olib qoldik. Shu mahalla Karolda olib kelib buni baylab qo'lga qo'yib o'tdik. Mana ayollarni ham hali ushaga jonivor. Bugun ertaman tug'ibdi. Jonivor juda ham katta tuqqan, mashalloh. Mana shu 5-6 soatlik qum. Jonivor, mashalloh. Mana Karoldan pochin. Karolni bolalari, mashalloh. Bu Gulnura biyamiz. Buni urg'och qulini Torchidan buni shu O'tkirbekka berdik. 68 qiyosidan. 35 ham qiyosidan. Alloh yo'lasa bular Torchidan to'xtadi. Torchi o'tgan yili yurgan biyalari deyarli bexato tushdi. Hattoki hozir men sizlarga bitta narsani ko'rsataman. O'tgan yili mana shuni hozir bana 1 oy, 1 yashar bo'lib bo'lmagan mana shu. Bir yilga qulun. Mana 1 yashar bo'ldi dedik. O'tgan yili shunaqa qilib orasida yurgan 93 biyamiz, baytalimiz 93 ta bolasi jenidan kelgan. Qochib to'xtab qo'ygan ekan jonivor. Bir yil tug'di, ishonsanglar. Mana shu. Mana shu 93 ta qiz. 2 yashar bo'ldi. Tuqqan bolasini qaranglar, 4 yilda. Allohu akbar. Juda ham shu mukammal, to'liq. Bekamni ko'z, hamma yo'g'i zo'r. Xuddi 3 yashar, 4 yashar biya ikkinchi qorin tuqqanday bergan bolani-chi. Endi buni o'zimiz biya qilamiz, ko'ramiz. Bu ko'yber. Qochib turdi, ko'yber. Qochib turdi. Bolasini ko'raylik. Mana 93 ta bolasi. Qashqalarini ham yomon keltirgan. Haqiqatda ham jonivor. Mana hozir 2 yashar mana.
Ko'pchilik aytadi, "Hoji aka, bu yerda 2 yasharni ayg'irga qo'yib yuborsa, 3 yasharda tug'yapti-yu, etnamasmi?" deydi. Yo'q. Bizdagi hali qora bayirlar haqiqatda jussasi kichik bo'ladi. Ularda endi 3 yashar qilib turib ayg'irga qo'yadi, keyin 4 yashar bo'lgan tug'adi. Bizdagilar mana hozir mashina onasi mana 2 yasharligida tuqqan bo'lsa, mana yonidagi mana oltin qanotdan 2 yashar. Shular sherigi mana masalan birga katta bo'lgan, kichkina qulunligida olib kelib katta qilganmi? O'tgan yili Alloh yo'llarni to'xtab qo'ygan ekan. Mana yonidagi mana bu sayrama bu mana bu kristalli qizi, bular bitta yuri, bitta katta bo'lishgan birga. Maşallah, mana 23. 23'ümüz ham urg'och tug'di. Yonda sigan endi tug'adi inshaalloh. Ma Gulnura. Buni bolasini nasha o'tkirbaga berdi. Yoz aytganimizdek jonivor. Hani mana bu bor baraka. Bu bor barakani urg'och tug'di baronda. Bu bor barakani otasi Vladimirskiy, onasi Baraka biyamiz. Shuni o'zimizni o'shli bolalarga, ukalarga berdik. Ona bola qilib oldi. Bundan buni nariga Karol Duyurdan Allah yo'l bersa bu 4 yildan to'xtab qoladi mana bolasi yangi. Narigi uydagi Marjon biyani oldi ikkalasini. Bularda endi Xudo Alloh yo'l bersa, u Karoldan bu 4 yildan to'xtab qolsa, Allohga umid qilamiz, duo qilamiz. Keyin bularni yana keyin inshaalloh kuzda yetkazib olib beramiz, yo'l kirasini beradi. Bu tanga to'g'ri beramiz. Bu tanga to'g'ri biyamiz 4 yildan tug'adi. Bu kazachka biyamiz. Bu kazachka biyamiz qora tug'di jonivor. Bu yo kazachka biyani qonida bor qora svet, yo 4 yil qonida bor. Lekin 4 yildan hali beri qora tosh tushgan yo'q. Mana urg'och tushdi. Buni Dostonbek degan Irkutskiy ishlarga ukamiz oldi. Ikkita oldi. Birdaniga ikkita oldi. Hozir yana bittasini ko'rsataman. Yana bittasi mana Dubay biyamiz. Aytamiz. Bu 4 yashar bo'ldi. 3 yashar bo'ldi. 2 yasharda qochgan. Mana bu ham urg'och tug'di 4 yildan. Ikkalasi ham 4 yildan tug'di. Bularni berdik. Shu ukamiz bugun baraka qilib oldi. Aka dedi 5-10 yildan beri Rossiyada yuraman dedi. Men sizni kanalingizni ko'rib borib, ancha meni fikrlarim o'zgardi, dunyo qarashlarim o'zgardi aka. Rahmat. La havla va la quvvata. Yani buni haligi maqtansaga maqtangida, lekin bizni boshqa eshitayotgan yoshlarimiz uchun, musofirchilik yurganligimiz uchun bir ashukamizdan dars o'qib qolsam, men dedi uyga ketishni niyat qildim. Qarasam bu yerda umrim o'tyapti, haqiqatda tirikchilik bilan. Alhamdulillah, lekin borib o'shlarga, o'sha O'zbekiston Samarqandlarga borib shu tirikchiligimizni o jonivor 23 mana 4 yashar bo'lib biya bo'ldi. Shu yerga 5-10 ta shunaqa hayvonlardan qilmoqchiman, shu yerda ishlab yurib, oshinib deb. Shu ikkitasini oldi, bitta baronni qizidan berasiz dedi. 3 ta bo'lgandan keyin mana o'shli ukamizniki mana bor baraka. Mana uka sizga omonat. Jonivor zo'r narsa. Kelajak oldi. Bular ham mana 4 yashardi, mana endi biya bo'ldi mana. 5 yashar, 4 yashar, 5 yashar. Buni buyoqqa mana rosmoni biya bo'ladi. Bu baron nimadan? Bu o'sha otasi Vladimirskiy, onasi Baraka biya. U Baraka biyanlari Karolga qo'ydi deydi. Xullas shunaqa deydi. Qilib deydi. Keyin ketaman. Shuning uchun sizni shu otlaringizdan, shu biyalaringizni bolalaridan olsam, mana shu baronni qizlari 2 yashar. Mana bu Qashqarda qizi. Mana yulduz, mana zvezda. Bu Dubayda qizi. Hozir mana shu Dubay ko'rsataman. Mana o'rtasidagi Zaharda qizi. Bular uchalasi baronni qizlari. 2 yashar bo'ldi bular. Mana uni Samarqandlik ukamizga kecha endi Shahzod degan ukamizga sotdik. Aka dedi shuni bering deb turib oldi, mahkam turib oldi, berdi. Baraka qilsin. 5-10 ta shu oshini biyalardan, baytallardan qilib, yaxshi bitta toydan ham qilib berasiz deydi. Bu Qashqarda qiz. 4 yildan to'xtab qoldi ular inshaalloh. Oshim olaman, bir hisobda to'g'ri deyapti. Shu oyma-oy to'lab deydi. Sekin-sekin deydi. Pulim to'planib qolar ekan. U yerda tayyor, o'sha berganingizdan keyin. Keyin olib borib berganingizdan keyin aka, yana bizga qanaqa sharoit kerak deb shunaqa qabul qildi. Rahmat. Bularni eshitsangiz albatta xursand bo'lasiz. Qilayotgan ishingiz demak nafaqat o'zimizga foyda qilyapmiz ekan, lekin bizdan olgan odamlarga ham foydamiz tegyapti ekan. Biz shundan xursand bo'ldik. Albatta bu omonatlarni inshaalloh oltin qoziq. Mana shularda oltin qanot. Bular yoshligidan katta qilganman. Sigan xudosi barondan tug'adi. Bu yerda deyarli biyalarimiz bitib qoldi. 4 ta qoldi. Bitta Marozovdan kelgan biyamiz bor. Keyin yana bitta sigan biyamiz bor. Bitta tanga to'g'ri biyamiz qoldi.
Keyin 4-chi yana bitta biyamiz bor. Hozir men kezi kelganda sizlarga men ko'rsatib qo'yaman. Shu 4-chi biyamiz ham. Haqiqatda ham jonivorlar bir yil yaxshi, barokatli yil bo'ldi. Mana bu Boymurodniki, mana bu Umidjon Akbarobodniki, Farg'ona Akbarobod. Mana Umidjon hil oyoqlariga tika turib qoldi. Haligi katta tug'ilgan narsa hozir ko'rganinglarda Karolni qizi yuribdi-yu. Oyoq nima deydi, o'ziga kelgunchalikka bir kamida 10 kun, 15 kun, yo'qsa 1 oy, 1,5 oy vaqt kerak bo'ladi. Dasvidaniya qoldi 4-chi biyamiz mana. Bu barondan tug'adi. Bu shokolad biyamiz tug'di, shokolad biyamiz urg'ochi tug'di. Buni Sayyodbek deb Olabuqali bir ukamiz 2 yildan beri shunga xaridor, biyaga xaridor, biyani bolasiga xaridor. Mana mashinalar o'zi olsa 10 kundan keyin o'zgarib qoladi, o'ziga kelib qoladi, tikka turib qoladi. Mana uka omonat, Sayyodbekka berdim. Bir akamiz biyani ayting narxini dedi. Men sotmayman dedim. Sababi bu biyani dedim, ukamizga dedim, va'da qilganmiz. Qonunda bolasi tug'ilsa, shu ukamizga beramiz. Keyin 4-2 dan to'xtagandan keyin vaqt soat kelganda nima deydi, sotilmaydigan narsani o'zi yo'q akalar. Biz qanday sotamiz? Sotamiz yaxshi niyat bilan. Kelajak uchun bizdan olgan odam foyda qilsin. Borib turib 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil, 10 yillab bu biyalar jayron biyamiz. Bu jayron biyamiz 4 ga kirdi. Buni o'sha Marozovdan olib kelib biya qilganman. Alhamdulillah mana bu yil 2-qorin bolasi. Urg'ochi tug'di. Buni Kamoldinga berdik, Toshkentlik. Toshkent ukamizga berdik. Mana. Dostonbek uka, mana sizga bugun baraka qilib oldi juma kunligi. Toydan kelinglar, mashalloh. Subhanalloh. Bu onasi чистокровный Orlovskiy. Qayboladan kelganman. Yana bittasi mana Dubayda qizi. Bosh Karim akani Dubayligi dinamit nevarasida mana shu. Buni Muhammad Qodir maganman ukalar. Sovg'a qilib bergan shu baytolni menga. Kichkinaligida mana katta qildim. Mana 4 dan tug'ilgan. Hali o'zi kelgan yo'q. Bular kecha tug'ildi bular. Kecha tug'ildi. Endi bularni sotib qo'yaveryapsizlar, sotib qo'yamiz. Tavakkal Iskandar. Mana Iskandar. Buni Iskandarning bolasini atini 101 qo'ydim. Hoji aka deydi aliga Otabek. Narigindan Medvedni bolasini oldi, shuni oldi. Sultonning qizlaridan ali Zitani qiz toyini oldi. 3 ta toy oldi bu yil ukamiz. Yo'llarda shopir ekan, yo'llaringizni bexatar qilsin. Bu Mustang degan biyamiz. Mana Muhammad degan ukamiz oldi buni, O'zbekistonlik bolasini. Mana toyis. Birinchi tug'ilgan toylardan. Bu barondan tushgan. Hajjani, mashalloh. Gapirsak gap ko'p. Endi hozir 4 yil oldiga o'tamiz. Raskolga olib kelyapsan ekan otni. Raskolga olib kelib qilmasak, hozir mastda ayg'ir. Bu ayg'ir hozir bu yerda yuribdi. Mast mahali jonivor. Men chiqaman ha. Kirgizoring, haydoring. Mana endi hozir oldida kristal, orqada karabul. Bular toylar orqada qolib turibdi. Aliga borsam yurib ketadi. Bu bizni og'aynimiz Vaska, shu yerda hakas bola. Qancha-muncha Abdullaga yordam berdi. Yaxshi bola. To'g'ri. Dasvidaniya tuketdi. Shustri. O bor baraka beramiz. Qo'lni hozir chiqarib qo'yaveramiz inshaalloh. Qo'llarini berib qo'ydik. Tensilik bilan katajet. Endi hozir aerozoldan sef qo'yamiz. Sassiq dori deb qo'yadi uni biz tilimizda. Haligi nima deydi? Haligi pasha-mashalardan ko'p narsaga foydasi bor shu dorini ham, aerozolni ham. Jonivor. İşimiz nihoyalar. Ketdi. Karolni qizi birinchilik ketdi. Sigara. Manga to'g'ri, shokolad. Her başlangıçta söylersen onu açılır kapalı bütün yollar. Bismillah diyerek adım atan yalnız değildir, Rabbi ile beraber. Yol zor olsa bile bu hayatta güç vardır onda, Allah ile. Ey nefsim bil, bu söz sıradan değil. Bu dayanmak, bu kurtuluş kapısı. Bismillah, Gücümün kaynağı, Bismillah, yolumun ışığı, Bismillah, kalbimin sığınağı, Bismillah. Rabbimin nuru. Artık yalnız değilim, dilimde sen.